44.500 dollarga 2 xonalik ikkinchi qavatdan g'ishtlik dom sizlarga topib qo'ydim. Qadrli obunachilar, Srochnaga Saxirning больница atrofidan tayyor remont jihozlari bilan birga sotilayotgan kvartira. Zal qismidan bizni akkuratni tayyorlab qo'yilgan uyimiz, jaluzi pardalar, konsertlari, yumshoq mebel divonlari hammasi qular ekan. Prima katel yoqasida joylashgan bu kvartiramiz. Lokatsiyasi juda ham qulay bo'lgan uyimiz. Ijara qo'ysa agar mana shu kvartiraga bemalol 250-300 dollar atrofida ijarachi qo'yib bera olamiz bemalol. Bu tomonda koridor qismi, faqat eshiklari, sanuzul qismi, bu tomonda esa oshxonasi va spalnya qismi. Mana sanuzul qismi arizonagacha o'ratilgan, to'liq kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Suvni bosimini yetkazib beradigan shimga moslamasi ham o'ratib qo'yilgan. Bu tomonda esa oshxona qismi, kuxня mebel garniturasi, gaz plita, vitichka, stiralka, muzlatgichlargacha hammasi qo'lar ekan, stol stullargacha. Bu tomonda spalnya qismi. Uyimizning hamma xonalari derazalik palatsiyani tushgan. Duv spalnyasi mana bu ko'rib turgan shkaflargacha uyimizda jihozlab qo'yilgan. Mana shu kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Saxirning больница, narxi 44.500 dollar. Pulingiz yetmasa agar ikkilamchi kredit qilib ham nomingizga o'tkazib bera olamiz bemalol. 5 qavatli domning ikkinchi qavati. E'tiboringiz uchun rahmat.